açımız batdi. Ma yüjen bilen pengjen yoki yudao bilen pengdaoning farqini so'rabdi ekan. Bu so'zni ko'pincha bilmas hamda ma'nosini toza bilib bo'lmay, farqini bilib bo'lmay qolgan ahvol bor. Shuni yaxshi savol bo'pti. Men hozir tushuntirib qo'yay. Yu bilan peng ikkilasi uchirtish degan ma'noni bildirdi. Uchirtish yoki uchirishish degandek-ku. Am yujen bilan pengjen va yoki yudao bilan pengdao o'xshash ma'noda uchirtib qilish degan gap. Am bu ikkili uchirtib qilishni qanday farqlantirib ishlatamiz deganda, ma pengdao yoki pengjen deganimiz ingliz tilida ko'p ishlatiladigan, bizga intayin tonish bo'lgan, mana bir ixtiyoran yoki intayin mana udul gap qolgan uchirtish bo'lib qolsa, odamlarni uchirtish bo'lsa, pengdao yoki pengjen ishlatamiz. Masalan, 我下楼买菜时碰到对面的邻居。我下楼买菜时碰到对面的邻居。Men pastga sayyohga tushgan vaqtimda udul qo'shnimni uchirtib qoldim. Udul qo'shni bizga intayin yaqin. Bundan uduga qilib uchirish qilgan odam bu. Shuning uchun pengdao yoki pengjen ishlatamiz. Endi yujen bo'lsa yoki yudao bo'lsa, bu endi ingliz tilida deymiz buni. Lekin ma'lumot bekroq bir hissiyat qo'shilgan. Bunda bir kitobiy ilmiy gap qilmoqchi bo'lsak, yujen yoki yudaoni ishlasak ham to'g'ri bo'ldi. Masalan, men safarda o'zim yaxshi ko'radigan qizvalni uchirtib qoldim desak, 在旅途中我遇到了 yoki 我遇见了自己喜欢的姑娘. Va yoki bu yujen bilan yudaoni faqat odamni uchirtish qilamkin ishlatmaymiz. Ya'ni mana bir ishlarga uchirgandimi, shu yudao bilan yujen ishlatamiz. Masalan, 人生中总会遇到挫折 dedik. 人生中 kishilik hayotda 总会 hamisha qanaqa qilamiz? 遇到挫折, masalan, o'ngsizliklarga uchrab turamiz. 挫折 degan o'ngsizliklar, bundaq egizpastliklar degan gap. 总会遇到挫折. Ügün oldinglarmi? Ondan sonra mush ikki so'zni ishlatib, pinglin ichida jumlalarni tuzib avatib qilinglar. Asosan bak unda bir farqimi yo'q do'stlar. Shu uchirtish deblar tutib olsanglar bo'ladi, lekin anichkilab mushtaq singib kirdigan shular qolsa, shunda bir farqini bilmasanglar bo'lmaydi.